Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugungi videorolikimiz вообще konkretni bo'ladi. Nimaga desangiz, men sizlarga qo'ldan kelgancha bugun internetda ton kriptovalyutasini ishlashni o'rganamiz. Ton. Hozirgi vaqtda bitta ton kriptovalyutasining narxi gideta 3,5 4 ga yaqin shunaqa bo'lib turibdi hozircha. Lekin bu do'stlar yaqinda daji $7, $8gacha ham ko'tarilganmidi qandaqadir narxi. Shuning uchun biz harakat qilib hozir gazini bosishimiz kerak, shtobe bizda sharoit bor, sayt bor, muhimi ishonchli. Saytdan pul chiqarganman jigarlar. Sayt 100% to'laydi. Bemalol qo'rqmasdan ishlashingiz mumkin. Xohlasalaringiz sarmoyasiz, xohlasalaringiz agar sarmoyasiz mayda-mayda ishlamoqchi bo'lsalaringiz ham o'zlaringiz bilasizlar. Agar sarmoya kiritib, normal dangal pul ishlamoqchi bo'lsalaringiz ham o'zlaringiz bilasizlar. Qo'rqish unaqa kitat qiladigan, uxlatadigan sayt emas jigarlar. Men sizlarga bilasizlar, qo'ldan kelgancha faqat har doimgidek eng zo'r, eng krassavchik saytlarni tavsiya qilaman jigarlar. Oldin videorolik qilganman, lekin ko'p emas jigarlar. Shuning uchun men ko'rmaganlar, bilmaganlar uchun hozir yana bir marta videorolik qilyapman. Videorolik davomida albatta kuzatib boringizlar. Men pul chiqargan chekini ham ko'rsataman albatta. Istoriyada turibdi. Xudo xolasa mana shu videorolikda yana pul ham chiqarib ko'rsataman jigarlar. Shuning uchun videoni iloji boricha o'tkazmasdan tomosha qilingizlar. Men videorolik davomida qanday qilib pulimizni ko'paytirishimiz, qanday qilib o'yin o'ynashimiz, urinlarimizni qanday ko'tarishimiz, qarochi hammasi to'g'risida, taktikalar ham to'g'risida ma'lumot beraman jigarlar. Sizlardan poddashga faqatgina like kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz bo'ldi jigarlar. Men esa videorolikni boshladim do'stlar. Qani ketdik. Mana do'stlar, hozir men sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan sayt TonPisk sayti do'stlar. Bu sayt manzilini men har doimgidek videoning kommentariyasiga qo'yib qo'yaman jigarlar. Bemalol o'tib kirishinglar mumkin. Xo'p, kirganimizda birinchi navbatda biz registratsiya degan joyni topishimiz kerak. Ya'ni mana bu inglizchasiga sign up degan yozuvni topishimiz kerak va ustiga bosishimiz kerak. Undan keyin bizda 4 ta yozadigan joy chiqadi. 4 ta yozadigan joyga biz albatta bir nimalarni yozib chiqishimiz kerak. Masalan, birinchisiga login, ikkinchisiga elektron pochta, uchinchisiga parol terishimiz kerak. Parol 8 dan kam bo'lmasin iloji boricha va lotin harflari bilan sonlarni aralashtirib yozish kerak. Masalan, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Qarochi nechta bo'lib ketdi? Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bo'lib ketdimi qandaqa? Bunisiga ham yozamiz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Qarochi bir xil qilib ikkalasiga yozamiz jigarlar. Undan keyin esa eng pastda mana bu kapchani teramiz va mana bu sign up degan yozuv ustiga bosib ro'yxatdan o'tib olamiz jigarlar. Ro'yxatdan o'tib bo'lgandan keyin, endi men hozir ro'yxatdan o'tib bo'lganman jigarlar. Shuning uchun prямо o'zimning akkauntimga kiraman hozir. Mana bu login degan joyga bosaman va o'zimning akkauntimga kirib olaman. Login parolni teraman va kapchani teraman. Kapcha terildi va o'zimning akkauntimga kirib oldim jigarlar. Ko'rib turganinglardek, meni balansimda 23 tadan ziyodroq ton kriptovalyutasi bor jigarlar. Bu ton kriptovalyutasi aytib o'tganimdek, har bittasi hozirgi narxi $3,5 ga teng. Tak что jigarlar, bu saytda ham xuddi oldingi saytlarga o'xshagan, ishonchli saytlarimizga o'xshagan urin degan narsalari bor. Qancha urinimiz baland bo'lsa, har soatda kapcha terganimiz uchun shuncha ko'p pul beradi jigar. Kapcha terildi, claimni bosdim. Men 5-o'rinda bo'lganim uchun 0.0062 berish kerak, berdi mana jigarlar. Xo'p, qisqasi nima deyishim mumkin? Bu saytda biz mana bu games degan o'yinlarni o'ynab, biz urinimizni ko'tarishimiz mumkin. Bu o'yinlarda qancha ko'p katta summa tikib o'ynasak, urinimiz shunchalik tez ko'tariladi jigarlar. Men hozircha 5-o'rindaman, 30% bo'lgan. 6-o'ringa o'tishim uchun esa yana 70% o'ynashim kerak. Ya'ni mana bu yerda yozib qo'yibdi. 3034 ta ton kriptovalyutasi o'ynalgan, 10,000 ta ton kriptovalyutasi o'ynalishi kerak o'zi opshi 6-o'ringa chiqishim uchun. Xo'p, endi masalan, aytib o'tganimdek, 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Mana bu yerda withdraft degan joyi bor, ya'ni pul chiqarish joyi do'stlar. Bu yerga kirsak, mana bu yerda eng pastda istoriya bo'ladi. Mana FaucetPay koshlogimga men 20 ta ton kriptovalyutasini chiqarganman. Completed, ya'ni to'langan pul tushib kelgan jigarlar. FaucetPay koshlogini ham manzili, silkasi, ya'ni video opsiyasida bo'ladi jigarlar, kimga kerak bo'lsa agar. Xo'p, endi tak что jigarlar, pul chiqarish FaucetPay'ga bo'ladi asosan, chunki bu yerda mana bu withdraft degan joyga
ton kriptovalyutasini adresini yozish kerak. Mana bu yerda tag degan narsasi bor. Tag degan narsa ham bu Faucetpay'da bo'ladi jigarlar. Men hozir video davomida pul chiqarib ko'rsataman. O'shanda ko'rib olsanglar ham bo'ladi qanday chiqarganimni. Qayerdan olib kelganimni ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Hozir men birinchi navbatda do'stlar pulni chiqarishga qo'yamiz oldin esa hozir mana 23 ta ton kriptovalyutasi bo'lsa, men 20 tasini yana chiqarishga qo'yaman hozir. Shunda ko'rib o'rganib olsalaringiz ham bo'ladi pul chiqarishda. Xo'p, menda mana Faucetpay kashlogi ekranda turibdi. Ekranga chiqarib olganman programmaga o'xshatib, o'zi aslida sayt chiganlar. Tak что mana men o'zimni Faucetpay kashlogimga kirib oldim. Bu yerdan do'stlar mana bu odamchani bosamiz va withdraft degan, yo'q, withdraft emas, deposit bosamiz. Чтобы biz ton kriptovalyutasini adresini olishimiz uchun pastroqqa tushamiz. Bu yerda mana do'stlar ton coin deb yozib qo'yibdi. Menda hech qanaqa ton coin yo'q hozir. Mana 3 ta tochkachani bosamiz. Bu yerda depozitni bosamiz. Depozitni bossak, bu yerda do'stlar bizda mana bu kapchani terish kerak ekan va confirmni bosish kerak. E'tibor beringizlar. Mana bu yerda adres chiqdi. Bu adresni birinchi kopirovod qilib olamiz deganlar. Birinchi adresni kopirovod qilib olamiz. Adres kopirovod bo'ldi. Endi chiqamiz. Mana bu yerga yozamiz deganlar, adres degan joyga. Endi mana bu tag yozishimiz kerak. Tag degan joyga yozishimiz uchun yana hozirgi joyga o'tamiz va e'tibor beringizlar, mana payment tag memo deb yozib qo'yibdi deganlar. Mana shu nimani yozuvni kopirovod qilib olamiz endi nomerlarni va yana chiqib, yana shu yerga chiqamiz va saytga kirib, mana bu ikkinchi joyga yozishimiz kerak, tag degan joyga. Xo'p, joylashtirdik. Endi uchinchisiga pul chiqaradigan summani yozishimiz kerak. Bu yerda e'tibor beringizlar, komissiya oladi ekan, 0.0005 короче komissiya oladi ekan. Shuning uchun men pul chiqarishga 20 ta tron yozaman. 20 ta ton tochka tak что tochka 005 qo'yish kerak-da. 3 ta 05 qo'yishim kerak, чтобы meni kashlogimga toshni 20 ta ton kriptovalyutasi tushib keladi. Mana bu 5 ta komissiyaga oladi deganlar. Xo'p, kapcha terildi. Mana bu withdraftni bosaman deganlar. Mana withdraftni bosdim. Tak что bir nimalar dedi, pul chiqarishga qo'yilmadi deganlar. Tak, nima uchun? Bitta nima problema bo'ldi hozir. Tak, hamma narsani menimcha to'g'ri yozdik. Tak что nima deydi? Yana bir marta chiqarib ko'rish kerakmi? Yana bir marta bosib ko'rish va nima deyapti? Tak, adres deyapti. Adres noto'g'ri deyaptimi, qanaqa? Mana bu adresda noto'g'ri deyapti deganlar. Buni hozir o'chiramiz. Men hozir qaytib tekshiraman hozir kashlogga kirib. Bu nimaga noto'g'ri dedi? Tak, boshqatdan kopirovod qilib olamiz deganlar. Mana bu joyda bosib kopirovod qilib oldim. Endi qaytib kirib shuni joylashtirishni nima bo'ladi ekan? Tak, joylashtirdik. Hamma narsa to'g'ri. Endi withdraftni bosamiz. Tamom deganlar, mana. Xatolik bo'lgan ekan. Endi pul chiqarishga qo'yildi. Balansimga e'tibor bersalaringiz, 3,5 ta pashti qoldi. Mana Faucetpay pul chiqarishga qo'yildi. Mana bu yerda ajdani, ya'ni pending deb yozilgan do'stlar. Pending bu kuting degani, pul 24 soat ichida tushib keladi do'stlar. Sabrli bo'lamiz, albatta, sabr qilamiz. Xohlasa 10 minutda tushib keladi, xohlasa 1 soatda tushib keladi, xohlasa 24 soatda tushib keladi do'stlar. Bu o'zining ishi endi saytda. Biz просто tak 24 soat sabr qilib kutib turishimiz kerak tushib kelishini. Xo'p, endi men pul ham chiqarib ko'rsatdim deganlar, hammasi joy-joyida. Endi biz balansimizni ko'paytirish, ya'ni pulimizni ko'paytirishni o'rganishimiz kerak. Bu yerda pulimizni ko'paytirishda bittagina yo'li bor, faqatgina o'yin o'ynashimiz kerak. Xohlagan o'yiningizni o'ynashingiz mumkin, albatta qaysi birida o'ynashni bilsangiz do'stlar. Kimga qaysi ma'qul bo'lsa o'shani o'ynangizlar. Men asosan mana Dice da ruletkada o'ynayapman deganlar. Ruletkani bilasizlar, o'yin ko'tarish uchun ruletka yaxshi. Chunki bu yerda faqat qizil va oqlarga hammasiga tikish kerak. O'shanda bizdan balansimizdan hech qanaqa pul ketmaydi agar 0 raqamiga tushmasa do'stlar. O'shanda bizda o'rin ko'tarish uchun endi shu hamma mana birdan to 36-raqamgacha tikib chiqish kerak hammasiga. Xohlasangiz qanchadan tiksangiz balansga qarab tikish kerak deganlar. O'rin ko'tarish uchun o'sha deganlar osoni. Xo'p, endi pul ishlash uchun men hozirda ko'pincha asosan mana bu Dice o'ynayapman. Dice o'yinida
Hozir taktika ham men videorolikda boshida aytdim do'stlar, gapimga javob berishim kerak. Taktika ham ko'rsataman hozir. Shu joyda taktika bilan ham o'ynab ko'rsataman jigar. Shuning uchun birinchi taktikani qanday yaratsak bo'ladi? Taktikani o'zimiz yaratsak ham bo'ladi jigar. E'tibor beringizlar. Mana bu yerda galishka turibdi. Galishkani eng oxiriga o'tkazamiz va bitta mana bu yerda bosishimiz kerak. Bu yerda meni dahshat degan taktikam bor o'zimda. Так что endi sizlarga taktika yaratish uchun mana bu o'qchani ustiga bosishimiz kerak. Bitta o'qchani ustiga bosamiz. Birinchisiga taktikaga nom berishimiz kerak. Tak, hozir strategiya mana plyusda. Plyus strategiyada ko'k yozuv bor-ku, o'shaning ustiga bosamiz ekan, keyin bizga bu yerda taktika yaratadigan joy. Taktika yaratadigan joyga mana bu yerga taktikaga men super deyman. Super. Super muper. Super taktika. Taktikaga yozishni ham o'ltirib qo'ydim menimcha. Так что super taktikaga deb nom beramiz taktikaga. Keyin esa mana bu yerga где-то 25 qo'yib turamiz. 25 marta o'ynaladi. Keyin yana 0 dan boshlaydi degani bu. Так что mana bu yerdan qaysiga qo'yish kerak edi-da? Iloji boricha saytni o'zbekchaga qo'yib, o'zbekcha nima qilish kerak-ku? Men endi shunga o'rganganim uchun mana shunaqa o'ynayapman. Shunaqa nima qilyapman? Так что ikkinchisi mana buni mana bungami? Yo'q. Qaysigadir qo'yib turishimiz kerak-da. Mana shunda turibdi, mana shunda tursin. Так что ikkinchi joyga mana bu yerga 1 qo'yamiz jigarlar. 1 qo'yamiz. Так что keyin mana bunisini mana bitgami qo'yib tursak bo'ladi. Xo'p, bitta yutqizganda losesmi? Mana shunga qo'yib turamiz. Bitta yutqizgandan keyin ko'taradi balansni. Так, yana plyusni bosamiz. Так что bu yerga nima qo'yamiz? Bu yerga 3 qo'yamiz va mana buni bosamiz. Так что bu yerda qaysiga qo'yish kerak? 4-chisimidi? Mana uni 4-chi menimcha. Mana betni Vinskami qo'yishimiz kerakmi-da qanday? Так что hozir shu taktikada o'ynab ko'ramiz. Ko'rib oldingiz nima qilganimni. Endi buni saqlanib qilamiz. Saqlanib bo'lgandan keyin так что super taktikamizga qo'yilgan mana. Endi ozgina o'ynab ko'ramiz. Balansni ozgina tikib turib o'ynab ko'ramiz deganlar. Nima bo'ladi ekan? Birdan boshlaymiz va bu hammasi joy-joyida turadi. Mana start strategiyani bosamiz. Qanamiz plyusga ketamizmi, minusga ketamizmi deganlar. Ozgina e'tibor berib turamiz. Mana e'tibor bersanglar biz 0.02 plyus bo'ldi bizda. Nimadir oshibka bo'lyapti, qizil chiqyapti deganlar. Qayerdadir xatolik bo'lyapti, lekin yana bir marta bosib ko'ramiz. Yana ozgina o'ynaymiz. Bu nima bo'ladi ekan? Biz plyus ko'p ketadimi bu taktika, minus ko'p ketadimi? Hozir ko'ramiz buni. Strategiya bir bala deyapti shu-da. Qayerdadir xatolik bo'ldimi, tushunmadim. To'g'ri, yana ozgina o'ynab ko'ramiz. Tak, biz plyusga ketyapmizmi, minusga ketyapmizmi? Minusga ketib qolyapmiz. Bu taktika juda o'xshamadi nimagadir. Так что shunday taktika yaratishimiz kerak-da. Bu yerda nimadir oshibka bo'ldi-da. Tak, davay men buni 1 mi 2 mi qo'yib turib, buni ham 2 qo'yib turib, mana bunisini 3-chisimi qandaydir? Yo'q, 2-chisimi ekan ya. 2-chisiga qo'yib turib, buni foizni oshiramizda. Masalan, har yutqizganimizda bizning balansimizni 30% ga ko'tarib bersa, plyusni bosib turib, mana bu yerga 3 qo'yamiz. Har 3 tada qaysi edi boya? 4-chisimi, 3-chisimi qanday qaytdi? Mana shunisi. Endi saqlanib qilamiz. Shtobi yashilni, mana bu yashilni bu tomonga o'tkazib berib turadi. Har 3 ta minus bo'lgandami, plyus bo'lgandami, короче, shunaqa bo'lganda o'tkazib berib turadi. Endi yana ozgina o'ynaymiz, e'tibor berib turinglar. Так что jigarlar. Tak, biz hozir mana stop. Ko'rdingizmi? Stop. O'zimiz to'xtatishimiz kerak, o'zimiz yana yangitdan o'ynashimiz kerak-da bu taktikada. E'tibor beringizlar, bizda balansimiz 0.11 plyus bo'ldi. Tak, endi men yana bosaman bir marta. U e'tibor beringizlar, mana 0.08 bo'ldi.
Bu yerda hozir taktikamiz qanday tuzildi jigarlar? E'tibor beringizlar, bizda mana bu yerda foizimiz kamayib ketyapti. Har o'ynaganda kamayib ketyapti, e'tibor bergan bo'lsalaringiz. Bu degani jigarlar, biz hozir buni 60 ga qo'yib qo'yamiz, 60% ga va biz har o'ynaganimizda bu foiz kamayib ketaveradi jigarlar. E'tibor beringizlar, ko'ryapsizmi hozir birdaniga yomon juda ham ko'p kamayib ketdi. Lekin biz baribir plyusdamiz jigarlar. 30% kamayib ketyapti menimcha. Nimaga desalaringiz, taktikamizni bilasizlar. Mana bu yerda 30% qo'yganmiz-da. Shu 30% endi kamaytamiz jigarlar. 30% ni biz 10% qo'yamiz. 10% ham emas. Где-то tak 5% qo'ysak ham har o'ynaganda 5% dan pastga tushib ketaveradi ekan. Ko'ramiz, o'ynab ko'ramiz qani nima bo'ladi ekan. Bu yerda 60% ga qo'yib pastga ketadi-da. Ketdi. Biz qachon normalniy plyus bo'lsak to'xtatamiz-da jigarlar. O'zimiz to'xtatishimiz kerak, stopni bosib, shtobi normalniy plyusga chiqqanimizda. 4, 6, 9, 12. Tamam, to'xtatdim men. 0.10 plyusga o'tdik-da masalan. Hozir mana 372 bo'ldi. Tak что jigarlar, xuddi shunday yana ozgina o'ynaymiz. Yana 60 ga ko'taraman hozir. 60% ga qo'yib yana boshqatdan o'ynaymiz. Strategiya menimcha ish beryapti jigarlar. Qarangizlar, biz plyusdamiz-da. To'xtayman. 0.04 plyusdaman. Zato plyusdaman jigarlar. To'xtatib, yana boshqatdan yana 60 ga qo'yamiz foizni va yana o'yinni boshlaymiz. Plyusdaligimizda to'xtatib boshqatdan o'ynayverishimiz kerak-da do'stlar. Minusga ketib qolmaslik uchun shunaqa qilishimiz kerak. Boshqa ilojimiz yo'q. E'tibor berib turingizlar. Bizning balansimiz plyusga o'tganda men to'xtataman. Hali plyusga o'tmadi, men yana davom ettiraman o'yinni. Plyusga o'tdi, to'xtatdim. Plyusga o'tdi, to'xtatdim jigarlar. Balansimizga e'tibor beringizlar. Hademay biz 3 ta tonni 4 ta qilamiz jigarlar. 4 tadan tikamiz endi. Shtobi tezroq balansni ko'tarish uchun 4 tadan tikib o'ynayman endi. 0.04. Короче, biz normal plyusdamiz. E'tibor beringizlar mana. 12 ga ham chiqqan edi, men uspet qilmadim pauza qilishga. Hozir 0.08 yana plyusdamiz. Bu juda ham yaxshi degani, o'zlaringiz ko'rib bilib turibsizlar. Faqat plyusga ketyapmiz. Taktika ish beryapti degan jigarlar. Bu taktikada o'ynab ko'rasizlar degan umiddaman, lekin albatta shoshilmasdan norma bilan o'ynab ko'rish kerak jigarlar. Mana hozir bizda nimamiz minusga ketyapti jigarlar, e'tibor beringizlar. E'tibor beringizlar, biz minusga ketyapmiz hozir. Men bir to'xtatib oldim. Nimaga desalaringiz, biz taktika uchun minus ko'p ketib qolyapti bizda. Biz menimcha qayerdadir xato qildik. Yoki bo'lmasa 60 dan emas, 70 dan pastga qaytishimiz kerak. Mana 70 dan pastga qarab ketamiz jigarlar. Tak 4 dan tikamiz, davay ketdi, boshqatdan o'ynashni boshlaymiz. Tak, mana e'tibor beringizlar, biz plyusga ketyaptimi, minuskami? Balansimiz hozircha plyusga ketyapti. Yana minusga o'tdi. Plyusga ketyapti. Короче, minusga ko'p o'tib ketmash kerak. Plyusga o'tganimizda bir iloji boricha to'xtab turib, yana boshqatdan o'ynashimiz kerak deb o'ylayman jigarlar. Bo'lmasa bizda balansimiz minusga ketib qolyapti. Tak что menimcha normalniy minusga ketdi. Yarimta ton minusga ketdi jigarlar. Bu taktika yaxshi ish bermadi. To'g'rirog'i, yo yaxshi ish bermadi, yo biz taktikani yaxshi yarata olmadik. Chunki har yutqizganimizda bizda mana bu balansimiz ham qanchadir foizga ko'tarilishi kerak edi jigarlar. Ana shu yerda biz xatolik qildik, xatoga yo'l qo'ydik. Tak что taktikani ozgina o'zgartirish kiritishimiz kerak taktikaga. Tak, qayerdadir necha foizgadir ko'taradigan joyi bo'lishi kerak. Mana shu yerda, mana shu yerdan to'g'irlaymiz jigarlar hozir. Yo, mana 3-chi bo'lishi kerak, yo 4-chisida. Mana bu yerda 20% har yutqizganda 20% balansni ko'tarib beradi. Menimcha, agar ko'tarib bermasa, biz o'shani 3-chisiga, 4-chisiga qo'yib ko'ramiz. Hozir 3-chisiga qo'ydikmi, 4-chisiga qo'yib ko'ramiz jigarlar. Endi 70 dan boshlaymiz. Yana o'yinni boshlaymiz. O'yin qandaqa ketadi ekan endi. Biz har yutqizganimizda balans ko'tarilmayapti. Mana o jigarlar e'tibor beringizlar, ko'tarilmayapti. U degani biz yana bir to'xtab turib taktikani o'zgartirib olamiz. Hozir plyusga o'tsin balansimiz. Plyusga o'tdi.
Tak, plyusga o'tdi. Bir to'xtab olamiz. O'shani o'zgartirishimiz kerak endi. Bu bo'lmadi bu. 20% da turibdi, lekin tak, 3-chisida ekan. Davay 4-chisiga o'tkazamiz. 4-chisiga o'tkazdik 20%. Saqlantirib bosamiz va yana bir marta o'ynab ko'ramiz. Ketdi. Pauza qildim, to'xtatdim jigarlar. E'tibor beringizlar, biz hozir 0.13 ta plyusga o'tdik. Demak, bizning taktika ozgina o'zgarish bo'ldi menimcha, qayerdadir. Xo'p, yana bir marta o'ynab ko'ramiz. Qani plyusga ketami, minusga ketami? Ha, bir to'xtab olamiz jigarlar. Nimaga desalaringiz, bu yerda mana bu foiz 20% dan kamayib ketyaptimi, qandaqada hozir? Davay 80 dan boshlaymiz. 4 qo'yaman, ketdi. Tak что biz hozircha plyusdamiz, e'tibor beringizlar. Minusga o'tib ketib qolishi ham mumkin. Chunki nimaga? Sababini hozir tushuntiraman. Biz hozir sababi mana bu 20% boshqa joyga qo'yilib qoldi jigarlar. Bu prosentni kamaytib yuboryapti bu. Mana bu 20%. Bu asosan balansni ko'paytirish uchun kerak bizga, lekin bu yerda adashib ketdi. To'y birinchisiga qo'yib ko'ramiz. Tak, birinchisi emas ekan. Men adashdim, o'zi qayerda edi? Mana. Tak, ikkinchisiga qo'yib ko'ramiz. Birinchisiga qo'yib o'ynab ko'rish kerak-da. Tak, birinchisiga qo'yib o'ynab ko'ramiz hozir. Video cho'zilib ketgani uchun uzr do'stlar, lekin sizlarga taktikani nima qilib berishim kerak, shuning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapman jigarlar. Xuddi shunday o'zlaringiz hamma joyini o'zgartirib ko'rib, o'zlaringiz ham taktika yaratib o'ynasalaringiz bo'ladi jigarlar. Mana ketdi. Bizning balansimiz endi plyusga ketyapti. E'tibor beringizlar. Vosh normal bo'lyapti menimcha. Yana 70 dan boshlaymiz va 9 dan tikishni boshlayman endi. Qani yana ozgina o'ynaymiz. Plyusdaligimizda to'xtatamiz jigarlar. Plyusdaligimizda to'xtatamiz. To'xtatdim men. Minusga o'tib ketdi. Yana bitta o'ynaymiz. Plyusga o'tdi. Tak что, e'tibor beringizlar. 75 dan boshlaymiz va yana ozgina o'ynaymiz. Ketdi. Plyusdaligimizda to'xtatamiz jigarlar. To'xtatdim. Plyusdaligimda to'xtatdim va yana 75 qo'yaman. Bo'lsin, nima bo'lsa oxirigacha bo'lsin deydi-ku. Tak что, yana biz plyusdamiz. E'tibor beringizlar mana. 18 ta 0.18 plyus bo'ldi. Bu taktika menimcha ish beryapti jigarlar. Ko'z tegmasin, hozircha yaxshi ish beryapti. Xo'p, yana 75 ga qo'yib turib, yana bosaman strategiyani. Qanchadir plyus bo'lganda vaqtida to'xtatish kerak-da jigarlar. Ko'ryapsizlarmi? Yana bitta o'ynaymiz. U minusga ketdi jigarlar. E'tibor beringizlar. Ko'proq tikib turib bossakmikin? Yo'q, ko'proq tikib bosmaymiz. Mana buni iloji boricha orqaga qaytarishimiz kerak. Yana 76 ga qo'yamiz va yana boshqatdan o'ynaymiz jigarlar. Plyusdaligimizda to'xtatib qolishimiz kerak. 9 plyus bo'ldi, to'xtatdim men. 12 dan tikib o'ynayman endi, nima bo'ladi ekan qani? 76. Yana bosdim, qani? Bos endi 3. Qani qancha plyus qilib beradi bizga? Mana e'tibor beringizlar qani? 0.17 plyus. Xudo xolasa hozir biz shu taktikamiz bilan bitta ton ishlab qo'yamiz, xudo xolasa. Qani ketdi. Tak что, plyusga o'tsa to'xtatamiz. Mana yana 10 ta ishladi. Tak что, mana shu taktika menimcha ish berdi. Taktikani ko'rib oldingiz deb o'ylayman. Qanaqa bo'lganini. Yana ozgina o'ynasak, biz nima qilsak, hech bo'lmaganda jigarlar. Kam qoldi 4 ta ton bo'lishiga. 4 ta ton bo'lishiga kam qoldi. 75. Yana bosaman strategiyani, ketdi jigarlar. Pauza qildim. Ozgina yetmay qoldi, pauza qildim. O'sha nimaga ketdi? Minusga yana. Yana minusga ketdi bu. U degani jigarlar, qaytaramiz u. Ko'proq o'ynab ko'ramiz hozir. 78 ga qo'yib turib, ko'proq o'ynab ko'ramiz. Ketdi. Tak что, bo'l, minusga ketma endi. Plyusga o'tsa to'xtatib olishimiz kerak bir. Ana, bir to'xtatib oldik. Endi yana bir marta o'ynasak, xudosi bemalol 4 tadan o'tib ketsa kerak. 76 ga qo'yamiz va gazum to'xtaymiz. Va mana 4 dan o'tib ketdi jigarlar. Ko'ryapsizlar.
taktika xudo xohlasa ish beryapti. Video cho'zilib bo'ldi jigarlar. Yana ozgina o'ynab ko'rsatay, ozgina ko'paytirib qo'yaylik yana. Qani qayergacha bo'ladi deyotgan bu taktikamiz. Lekin mayda o'ynasak, menimcha normalni ko'tarib olsak ham bo'lsa kerak shu taktika bilan balans jigarlar. Prosta gap o'ynashda shoshilmay berganini olib turib, vaqtida pauzani to'xtatib turib, masalan, vaqtida pauza qilib to'xtatish kerak-da jigarlar. Plyusga o'tganingizda pauzani bosish kerak-da jigarlar. To'xtab turib, yana boshqatdan mana bu prosentlarni ko'tarib, yana boshqatdan harakat qilib o'ynash kerak, shoshilmay jigarlar. E'tibor beringizlar, bizning balansimiz mayda normalni ko'tarilib qo'yyapti jigarlar. To'xta. Ko'rlasizmi jigarlar? O'zi 4.31 bo'lib ketdi balansimiz. Biz bittadan ko'p ton ishlab tashladik o'zi jigarlar. U degani $4 pul bor degani jigarlar. Endi oradan 20 minut vaqt o'tib ketdi jigarlar. Vaqt o'tib ketgani sababini bilasizlar. Mana taktikani yaratganimizcha ham o'zi ancha ter chiqib ketdi to'g'rirog'i. Taktikani ham ko'rib olingizlar qanaqa bo'lganini. Mana men bir boshdan oxirigacha ko'rsataman. Mana taktikaga yaxshilab e'tibor beringizlar. Qaysi nimada turibdi, hammasi yozuvlarigacha, prosentlargacha to'g'rilab, shu taktikada men o'ynaganday qilib o'ynasalaringiz, albatta xudo xolisa plyusda bo'lasizlar jigarlar. Prosta tak shoshilmangizlar, tamom. Normada ishlangizlar albatta qo'ldan kelguncha. Normani ishlab to'xtatingizlar. Vaqtida to'xtashni bilsalaringiz, albatta plyusda bo'lasizlar. Do'stlar, bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. Hammaga omad jigarlar, sog' bo'lingizlar.